75. sual. Assalamu alaykum ve rahmetullah. Ustaz, harmagaysiz. Maide suresining 114-oyatidagi bu kun bizlarga va bizning kenglarga bayram bo'lib qolsin degan kun qaysi kuni? U kun bizning bayramimizmi? Javob: Va alaykum assalom. Bu ayet qilingan kunning qaysi kun ekanligi aniq emas. Xristianlarmi buni aniq bilmaydi. Hatta xristianlar bu voqelikni o'zlarining kitoblaridan topolmaydi. Lekin Xristianlar İsa alayhissalom havariylar bilan Fisah hayiti arabcha kechda dasturxonda bilan tamoq yegan. İsa alayhissalom shu kunning atisi kesilgan deb qaraydi. Balkim shu kun Fisah hayiti kuni bo'lsa kerak. Lekin Xristianlar bu kundan keyingi 3-kunni İsa alayhissalom qaytarilib qo'ygan kun deb qiyomat hayiti qilgan. Bu hayitlar Xristianlarda har yili muqim bir kunni kelmaydi. Odatda G'arb chirkovlarida 22 martdan 25 aprelgacha bir kunni bekitsa, Sharq chirkovlarida 4 apreldan 8 maygacha bir kunni bekitadi. Hayitdan burun 50 kun ro'za tutadi. Yahudiylarmi 15 apreldan tortib 7 kun Musa alayhissalomning Bani Isroil qavmini Misrdan qutuldirib olib chiqqan kun deb hayit qiladi. Bu hayitlar bir tarafdan Navro'zga chetiladi. Va hozir u kun bizlarga hayit emas. Chunki u İsa alayhissalomning qavmiga xos edi.